Yo'qotdi bu. Voy, Dilshod aka oling chaqib oldi. Dilshod aka asalari qishda uxlaydimi? Yoshligimizda endi bor-ku shunaqa tasavvur. Multfilmlarda qishda asalari uxlayotgan. Rostdan ham shunaqami? Yo'q, aslida bu mif, ya'ni asalari qishda uxlaydimi degan savolni ko'pchilik berishadi. Yo'q, asalari qishda uxlamaydi. Asalarida o'zi umuman uxlash nimasi yo'q, uni uxlamaydi umuman. Umri davomida 1 minut ham asalari uxlamaydi. Ya'ni mana qishda nima beriladi? Yo'q, qishda ariga bedi o'zi bezovta qilishimiz kerak emas. Ya'ni obunachilarimiz uchun bir oila sifatida mana shu hozir qishda o'tirgan holatini ko'rsatib beramiz. Yaqinroq keling. Hurmatli operator, qo'rqmang, chaqsa bitta chaqadi. Mana asalarilar mana shu holatda qishda o'tiribdi. Mana endi hozir nimasini qo'zg'atuvdik. Qo'rqmang. Chaqib oling. Ya'ni mana asalarini ozuqa yeb, ana o'zidan issiqlik ajratish bilan, ya'ni o'zini inini issiqlik bilan ta'minlash bilan mashg'ul bo'ladi asalarni va bahorga tayyorgarlik ko'radi. Qochinglar.